Men sho'rchidan maqsadlari aksiyadorlik jamiyatida mehnat sharhi bo'yicha iqtisodchiman. Mana bizning tashkilotimizda ham hozir mana Apoint dasturi o'rnatildi. Apoint dasturining qulayliklari avvallari ishchi xodimlarni biz masalan kelib ketishini o'zimiz nazorat qilgan bo'lsak, hozir bu dastur bo'yicha avtomatik ravishda ishga kelib ketgan hamma aniqlari bu yerda ko'rinib turadi. Yana qulaylik tarafidan bittasi bu oylik ish haqini ishlash masalasi desak, ballar sex va bo'lim boshliqlari oylik ish haqi ta'birlarini alohida ta'bir va naryadlar asosida yopgan bo'lsa, hozir bu dastur bo'yicha bu o'zi avtomatik ravishda kelgan kunlari, ish soatlari hammasini avtomatik ravishda hisoblab chiqib, ish haqlari ham avtomatik ravishda ishlanib kelmoqda. Mana shu Apoint dasturi o'rnatilgandan keyin bizning ishlarimiz ancha yaxshilandi, vaqtlarimiz ham tejaldi. Apoint dasturiga o'rnatishlariga qolganlarni ham tavsiya qilamiz. Ishlab chiqarishingizni avtomatlashtirmoqchi bo'lsangiz, Apoint kompaniyasiga murojaat qiling. Barcha ma'lumotlar onlayn ravishda yetkaziladi.